Elle yeter. Etrafta gelip babanımızı gördüm. Sizlik amaneti versin. Hatırlayalım versin. Aşırı başımıza başımıza bereket versin. Ha, bizim köylerimiz yaptı. Öğretide oturttu. Ne verelim. Çok eğilip, azeyim eğilip. Dayak davanda. Ötkelere iman verip, kazalarımız versin.
Gönül kördüler tergahı
Cennet bazı tozak varadır. Bir taraf perdüş ölüdür gülüve saç. Bir taraf tozak ara sözü gider. Her kişi bulsa cennet iki bak. Cennet işleti bir enge tacı tak. Kimde kim bulsa şakavat bineser. Boldu mavası cehennem yaşatır. İşte hayaleti Allah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Elhamdülillah. Esselamu aleyke ya Resulullah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya hayr halkillah. Mübeşiren ve nediren lütfuna billah. Koluna niyetten kerin ya Resulullah. Salavat-ı ber Muhammed. Salavat-ı ber Muhammed. Salavat-ı ber Muhammed. İmmetlerin gözün koluyla Lahım tam sizin de okudum. Eski çıkmış. Buldularına sevdalar şamine. Bul yeddetti menurdan samu zapak. Buldular şenlikleri tutup hesap. Gözler şad ol düşmanlar yeri. Düşenin şaracı kıldırgan yeri. Bu ara devletten yeter özgür. Özgür eşiğine aşkar. Rahmet, rahmet. Söyleyken yüzü dilemedi. Yandılardıların bir halıkat. Amine hatın yakıldı intikad. Ülkede çok hadise kıldı zühür. Bildiler inzi melekleri çağır. Yeryüzüde kayseken bu taneler. Var yedi oldu hemen gayroleler. Berçe burçları gelip kıldı sücud. Boldu heyran dergâhına yüzüp. Hem seyatın ramzasından geçtiler. Bercesini bir peyman ettiler. Hem azadın tahtı boldu sermigen. Para boldu ulukor meygutur. Canım Derya ara teşmediler. Kari künende gazap başladılar. Dün alabın koşu iblisi leyen. Bu kabus hicre kırık kıldı kemiyen. Kağı taşlarga uğrab başı közler. Doğat tırnak ile yüzü yüzer. Leşkeri feryadını göç ettiler. Berçesi oldu gavuldan yettiler. Özgür ruhiga dedi melun şam. Yendi iblis ahliga husdur veler. Çünkü bu yıl Muhammed tuğulur. Hiç şek yok cümle alemni olur. Dini batıl berçesi berhem yegey. Berçe iltaat kılıp hakni degey. Nur-u tühid ile bu zulmet saray. Dövşen ayı tatkayı bolgay sapay. Rovnaqı kündün künge bolgay ziyat. Bara bara bağla beyler rahtasat. Cümle insidin enge bolgay müstayı. Ersidin hem rütbesi bolgay rafiye. Cümle melunu zat. Nağlayı Afgan çıkardı bir edep. Vazifedin kaldı ulken kainat. Vazifedin ayrıldı berçe sahran. Vaz senden mucize boldu ayan. Çok uzun bolgay kan kılsan beyan. Bu arada beş ayu ber kemal. Vette Abdullah'ım topti zaval. Dört ayandın kiyin boldu tamam. Boldu 9 ay mecnuneye ekram. 9. ay yediğine civan. Ul Rabi'el ayidin nişan. 7 düşen beşe
aytvasak bo'ladi. Marhabo deyin de hozir yo'qlar deylik. Mana bo'ldi. Marhabo etsak bo'ladi. 5 minutda bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Marhabo sarvari har jahan, sayyid alam rasulullah intijab. Merhaba ile padişahı kainat, memleketlerine ortalar. Merhaba ile azdani kurbaha, mehrem-i işret sarayına mekan. Merhaba ile rahmeten lil alemin, şahri gülahi asiyar. Merhaba ile gülşeni rahmet gülüya, bostani kurbiga tevhire var. Merhaba şehrin yaratıcı, aşağıdır kemine aşkar. Merhaba bulgule bağı bihiz, sahibat kurbizi kurbat asiyar. Merhaba menzilet terk etmesi, mertebe deryası da bir var. Merhaba ratı fatim gevheri, alemi rahmette behri digerar. Merhaba yaşam zihnin yoldan, anayı hurşid kalbi müminat. Merhaba şıkkani hafi ruhiyan, örgül manude isticavdan. Ya Resulallah ya Resulatiye, çünkü dergen yolunuzda hattacar. Çünkü dergen yolunuzda hattacar. Bu faaliyede işleyenleri Kuda hoş geldiniz. Nebelanları zahar kali safa hoş geldiniz, hoş geldiniz. Süle-i Şamil kanet, Fetva-i Hurşid kar. Aktari Bedil Mevlat, Ahmet'a hoş geldiniz, hoş geldiniz. Leylatul Mirac'da kılmak için sizce bırak. Kudilerin adidesiyle kutya, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şüveri İzzet Era, Nişani Padişah, şahsı var padişahı kibriya, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bedri taban şehri alem enveruha, şerh-i şehvet ölçüden tüzaha, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Meş'ali şani zemine, fanusu felek, yani mehri enver vezir tamam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir deryayı şefaat, yoşu merhamet, medeni Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Eyhallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Eyhallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Eyhallah. Mübeşşiren neziren lisanına billah. Kolunu nefsatın ya Resulullah. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Salavat ber Muhammed, salavat ber Muhammed, salavat ber Muhammed. Berse immetlerine bütün kılgıysa rahmet. Hepsi açık koyan dedem bu. Ben bakıyorum. بيده الملك وهو على كل شيء قدير العزيز خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم أرجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاطئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا خارجهما للشياطين وتدنا لهم عذاب السير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La havle. Amin. Mana shu o'qigan qo'rqonlarimizni xatm qo'shaladi savobini bulg'onchilardan padishahati odam ota imomimizga Ibrohim Halilovlarning hinnavlani ruh shohlariga to'rt shahar yori boshqafolariga Imom Hasan Imom Husayn shahidi Karbalo bobolarimizning ruhlariga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhlariga jami anbiyolarga aziz avliyolarga g'arib-g'urobolarning ruhlariga shu xonadonda o'tgan xalqishda yetti kishi umidvor bo'lib kelganlarning ruhlariga baxtanda qildik. Hamisha arvohlar yor bo'lib, pirlar madadkor bo'lib, arvohlar tarbiyat qilgin. Zamonlarda tinch qilgin, din islomga quvvat bergin, podsholarga insof berib, yomonlarni ko'zini ko'r qilgin. Ko'p saqlab, ko'p qatorda mana shu oilani, qo'ni-qo'shni, qarindosh, urug' mahalla ko'yimiz bilan hammamizni saqlagin. Mana shu opamni tanni sahat to'rmijasini sog' qilib, imonni salomat qilib, bolalarning orzu-havasini ko'rib, ko'rlarda davrini sursin. Ahmad Aliyam qo'shag'i bilan qo'sha qarisin. Umrlarini uzun, rizqlarini ulug' qilgin, taxtli baxtli qilgin, martabalarini baland qilgin. O'g'il qizlarini ham tanlarni sahat to'rmijalarini sog' qilib, umrlarini uzun, rizqlarini ulug' qilib, zamonimizga kerakli o'g'il qizlar qilib yetishtirgin. Shu xonadonda o'tgan Qunduz opamni dadalarini, Ahmad Ali dadalarini Xudo rahmat qilib, hamisha arvohlar rozi bo'lib, xush kelib, xush ketib yursin. Qizlar ham hammalari qo'shaqlari bilan qo'sha qarishib, topganlari to'ylarga buyursin. Muhammadjon Botiranlar ham qo'shaqlari bilan qo'sha qarishsin. Hamisha topganlarini to'ylarga qilish ishlarini o'ngidan qilib, el oldiga dasturxonlar yozib, to'ylar qilib, to'ylarga chaqirishsin. Chetda o'tirgan hammalarimiz ham xursandchiliklardan xatarimizdan xatar bo'lmasdan har yil xursandchiliklarda to'ylarda uchrashaylik. Amin. Desangki nur maqsudiya vala amindur maqami qab kulsayan vala zaliyan amindur siyoman desa haq yuziga rahmat bilan boqsa va sallim alayhi tavba vala zaliyan amindur Xudoya rahmati qil bandalarni Mustafa haqiya gunohini afv
Girmanın çatladı, eğlengen, eğlengen. Siz beraber beni yarım köylemsiye boylengen. Girmanın çatladı, eğlengen, eğlengen. Siz beraber beni yarım köylemsiye boylengen. Aşık meyde kademide meyde kademide aşık kademide nazları öldüresen nazıremide nazları öldüresen aşık kademide Vanit. Onu tutu olamaz. Paşa, paşa, seyretsen kulda gitar. Anamla tüylep götürmez. Senemde bayken dayanmadarım. Neyini rüzgar sarmam. Senemde bayken şadmanmadarım. Hazretlik bir ki aday sermem. Cahanda seni üstürgen otang birden olayım. Cahanda seni üstürgen otang birden olayım. Yada bulsam senden elergen mikrofondur ular senga. Şümesin daima bir Türktün keçeler sengene Maksız bir gün onayı Türktün keçeler sengene Maksız bir gün onayı Cahanda asadik aziz ona dik mihribanına Cahanda asadik aziz ona dik mihribanına Ona sürüsüş düşler Atalarga asalına Gehide aşk gehide Ularda daima bulma Gehide aşk gehide Ularda daima bulma Şalak değilsin üçün aşağı Kadirgen şu otaymi Sen üçün aşağı Kadirgen şu otaymi
Düşler sine candan aziz bo'lgan otangning sine oq sütünü bergan nurli yuzli onangni Muhammed Peygamber deydiler ki, evvela onanga, yana onanga ve yana onanga, so'ng otanga yaxshilik qil deyishgan ekan. Assalomu alaykum. Ushbu kechamizning qatnashchilari, muhtarama onaxonlar, mana shu kecha sababchi Nafisa xolamning qizlari va kuyovlari hammalaring avvalo xush kelibsizlar ushbu xonadonga. Men shu fursatdan shu kechani ochish uchun avvalo davraga shu xonadon sohibi Ahmad akamni taklif qilsam, so'ng keyin davrani yana davom ettirsak. Ahmad akam. Assalomu alaykum hurmatli onaxonlar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun bu buvimizni shu 75 yoshini masjidda inshaalloh o'tiribsiz ekan. Avvalo xush kelibsizlar hammalari. Kelganlarga uchun rahmat. Doimo biz ham shu onaxonlarimizni yoshiga kiraylik, bola chaqalarni yurtimiz tinch bo'lsin. Hammalaring Allohning ziyofatga qarab o'tiringlar. Kelganlarga uchun rahmat. Gap so'rab olib tashrif berishgan. Hozirgi navbatni ularga beramiz. Keyin davramizni qiziqish ularga bog'liq davom hozirgi yubileyga davom etaveradi. Hali metin gulbazmi qilayotgan yigitlar yo'q deyishdi. Hazır.
Namıdan bana şu Ahmet Agam'da koşunuz, balamız, en katta oğullarınız, sizlerde oylaşmamdan özümüzde küçükine gene kolğamız var. Keyin sizge kuşlar var, sizge tabiler geçiyor adam. Biz özümüz oynamız namıdan bana sizge kelere bizde Roma kılıştı. Bana sizge 75 yaşınızda mübarek kılıp nima deymiz? Mana shu qizlar taqadigan bo'lsa ham yana yosharib keting. Xudo xolasa mana 85 yoshingizni, 100 yoshingizni yana shu o'rinlarda muborak etaveraylik. Shu yerdan foydalanib topshirishga ruxsat bergaysiz. Haligi Erg'on nomidan hamda bu. Maramizni yeb taqiyrak. Maramizni Yendigi so'z navbatini Nafisa xolamning eng katta qizlari Qunduz opamga beramiz. Qunduz opa. So'z navbati sizga. Marhamat, Nuraga. Barakalla. Gelsinler, mündü otlakları. Mündü 75 yaşlıyım, tebrikliyim. Mündü uzak ömür sağ tileyim. Bunu diyeyim. Mündü tebrikliyim. Yine şöyle. Yani Kırıcılar git falan bu gazlan diye istedik. Oyunu mu
Şairler ederki bir gap var. Onun öyle büyük bir yığılagana yok menimce. Şunun için bana şu bugünkü jubiley geçerlerden bana onun oğulları, kızları şunchalik yo'qlashib, şunchalik uni savdoshlarini, o'rtoqlarini, bütün qarindosh urug'larini yig'ishib mana hammalariga in'om qilishayotgan bo'lsa, bularga avvalo ta'zim qilamiz. Endiga so'z navbatini shu xonadonning eng katta kuyovlaridan Hasanboy akamga beramiz. Allah, opalar, bilasanlar. Mana shu bugun biz bugunimizning 75 yoshiga to'g'rilar ekanmiz. Sizlarga uzoq umr, baxt saodat, kelajakda yana shunaqa to'ylarni o'tkazaylik. Kechgacha sizlarga xizolatli bo'lamiz. Sizlarga rahmat.
Cennet hayırdadır. Cennet onayını oyağı ostidadır deyişlerken, pay kadamları ostidadır. Endigi söz növbatini mana shu Nafisa xolamning qo'shnisi birga katta bo'lishgan Mo'taram xolamga beramiz. Mo'taram xola sizga so'z navbati. Bir dugonangizga deymizmi? O'rtog'ingizni tabriklab qo'ysangiz. Marhamat, Mo'taram xola. Ini boynya sama kan, ha? Berstasiun ke apa mana kan? Boksa. Lemari mana kan? Assalomu alaykum o'rtoqlarim, singillarim, qizlarim. Mana o'rtog'im Nafisaxonni 75 yoshini tabriklab mana bu yerga keldik. Rahmat Ahmad Aliga ham, mamlakat xonlariga ham. Hamma bolalarga rahmat. Mana shuni yodga olib, ketga chaqirib kelganlar uchun rahmat. Sizlarni mana shu yoshlarimni hammalaringiz biz yoshimizga kiringlar. Davraga chiqqan qizlar ham o'ynab yo'tir.
Merhamet şefim. Hocam, marka yine tüzgün bir an. Kadergeler çok akıllı. Bismillahirrahmanirrahim. Gelinglar, opamdı mehmanları. Rahmat, opamdı 75 sürgeniga, 3 oğul, 5 kızdı katta kızanıga. Rahmat, sağlık kılın, hamamızı çakırıp korkutun. Opamdı ömrüge ömür koşulsun, yana sahtan 500 yaşa kırıp, çok hammaları yaşarsın. Koynağımından tarzıhladım opamdı menem. Rahmat. Rahmet hoşçakalın. Endigi söz navbati Hojiga opam. Hafiza xolamning eng katta qizi sizga. Mening ma'zuriyat. Onaxonlar, bugun mana to'yimizni 75 yoshlik to'yini nishonlayapmiz. Shundan foydalanib hammalaringizni tabriklayman. Yana yuzga kiringlar, buyum xatolar. Ben odamman. Oxirmal boshingizdan, soyasi qoshingizdan. 75 yoshingizda to'ylaringiz muborak. Hammalaring salomat bo'ling. Nima farzandlar tomonda iltimos qilyapti, shu xolam o'rtaga chiqsa. Jon bolam. Yeah.
Hadi güzel bir buyurun. Assalomu alaykum. Mana shu kechamizni qatnashchilari, aziz onaxonlar, hurmatli qarindosh urug'lar. Avvalambor mana shu xonadonga xush kelibsizlar. Shu davramizning sababchisi bo'lgan bu jonim doimo sog' salomat bo'lsin. Mana shu davradagilar hammasi biladi. Men o'zim 22 yoshimdayoq o'zimda onamdan ajraldim. Shu qaynonam mas onam deb bilaman. Shu 4 farzandimni voyaga yetkazib qatoriga qo'shgandan keyin mana shu xonadonga keldim. Lekin bir oyog'imiz o'sha farzandlarim tug'ilgan, turmush o'rtog'im tug'ilgan uydan uzilgan yo'q. Bundan buyog'iga ham bunda umri uzoq bo'lsin. Dadamga ham umrini qo'shib bergan bo'lsin. Hamma farzandlarini bir ko'zlik bilan katta qilib, uyli joyli qilib, bir etak nevarali bo'ldi. Shu yerda mana hech kim aytgan yo'q. Hozirgi kungacha bunda 34 ta nevarasi, 10 ta chevarasi bor. Doya bundan keyin ham chevara deganalar ko'rsin. Mana shu uyimizni doimo uyim uchun ochiq. Doimo sog' salomat bo'lsin. Bizni nasihat qilib, mana shu to'ylarimizni to'rida o'tirsin. Mana shu bizni yaxshi ishlarda, martabalarga erishishimizga, farzandlarimiz kamolatga yetib, yaxshilab tarbiya qilayotganimiz boisi mana shu bunda bilaman, doimo sog' salomat bo'lsin. Qolgan o'tib ketganlarda ham ruhi shod bo'lsin. Hammalaring kelganlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Endi Ahmet akam yoningizga
Bu farzandlarning onasidan nihoyatda qarzi ko'paygan. Shu bir kun payg'ambarimiz oldiga bir yigit borib aytdiki, ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, men onamni Makkaga ko'tarib olib keldim. Bo'ynimdagi qarzni uzdim degan ekan. Payg'ambarimiz aytdiki, sen onangni bir kun kechasi turib beydor bo'lib, sen emizganni kreatin chiqayoq hali 100 metr ko'tarib borib kelsang kam degan. Payg'ambarimiz zamonida bir Alqama degan yigit bor ekan. Shu yigit nihoyatda e'tiqodi yaxshi, muhim odam ekan. 5 vaqt namozni o'qib, yetim yetimlarga sadaqat qilib, e'tiqodi yaxshi odam ekan. Bir kun shu kofirlar bilan bo'lgan jangda payg'ambar o'sha Alqama degan yigitning oyog'idan yaralanib, jarohat oldi. Shunda kasallik og'irligi yotib qoldi. Shu jon berishdan oldin Allohning so'zi bor ekan, men yoqtirgan odam shu kalimani aytib jon beradi degan ekan. Shu odam qancha kalimani aytaman desa aytolmas ekan. Shu payg'ambarimiz aytdiki, bu odamni ota-onasi bormi deb so'ragan ekan. Odamlar aytdiki, otasi olamdan o'tib ketgan, onasi tirik debdi. Payg'ambarimiz aytdiki, ey to'g'ri Bilol borib onasini oling, agar kelishmasa o'zim boraman. To'g'rilar borib onasiga, onajon o'g'lingiz og'ir yarador bo'lib yotib qoldi. Sizni payg'ambarimiz chaqiryaptilar. Borasizmi yo o'zi kelsinlarmi degan ekan. Haligi ona men o'zim boraman. Payg'ambarimiz chaqiradi, men bormayman deb payg'ambarimiz oldiga bordi. Shunda payg'ambarimiz so'radiki, ey ona, o'g'lingizdan rozimisiz? O'g'lingiz jon beryapti, kalimani aytolmayapti desa, men o'g'limdan noroziman. Shu o'g'lim otasi yoshligida o'lib ketgan, men uni uylantirdim. O'zim o'stirib katta qildim, o'zim yemek yedirdim, kiyim kiydirdim.
Xotına berdim. Xotına bergandan keyin xotinni bitta gapini oladi-yu, meni 10ta gapimni bir kun olmaydi. Meni o'g'limdan norizoman. Payg'ambarimiz aytdiki, ey ona, rozi bo'ling o'g'lingizdan. Yo'q, men rozi bo'lmayman o'g'limdan. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, ey so'zlar maydonga odam yig'ing, o't yoqing, alqamani kuydiramiz, o'tda yondiramiz. Shunda ona aytdiki, nimaga meni o'g'limni kuydirasizlar? Nimaga meni o'g'limni yondirasizlar? Meni jigarimni kuydirasizlarmi degan ekan payg'ambarimiz. Siz rozi bo'lmasangiz, u dunyo bu dunyo kuyadi. Bu dunyoda kuygani hech narsa emas, u dunyoda boqiy kuyib yotadi degan ekan. Ona aytdiki, mayli men o'g'limdan roziman. Mayli men hammasini kechirdim, roziman. Payg'ambarimiz aytdiki, ey so'zlar boring, alqamal holdan xabar oling. So'zlar borib, alqama yotib turgan joyga yetib bormasdan ovoz aytdiki, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb jon berdi. Payg'ambarimiz alqamani o'zlari yuvdilar, o'zlari kafanladilar. Qabrga o'zlari qo'yib, odamlar to'plab aytdiki, ey odamlar, yaxshilab eshitib oling. 5 vaqt namoz o'qisangiz ham, jin ro'za tutsangiz ham, nafl namoz o'qisangiz ham, o'zingizga bir kun qolib sadaqa bersangiz ham birontasi qabul bo'lmaydi agar siz ota-onangizni rozi qilmasangiz. Shuning uchun har birimizni bo'ynimizdagi qarz ota-onamizni rozi qilishimiz kerak. Ilohim shu onaxonimizdan 75 ga kiribdi, 100 yoshga kirsin. 100 yoshlarga kelib xizmat qilaylik. Rahmat. Aynen yüzünden seni, bir gün